Rol Oysha xolasinikiga qarab qoladi. Keyin qiynalib yurasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Mana hozir Gentra mashinamizni Roloy koloniyasidan yo'q qo'yib yuborgan ekan. Sandalarni almashtirdik. Xudo xolasa bag'atini. Balonlarning turishini qaranglar, to'g'ri turibdi. Endi buni ichiga qaraymiz. Rolda turishini ko'ryapsizlarmi? Oysha xolasinikiga qarab qo'ygan. Nimaga bunaqa bo'lib qolgan? Xo'p, Roloy kolonga razbor qilganimda cherva 2 metrga qo'yib olmagan edim. O'shaning uchun rol qiyshiq bo'lib qoldi. Mabodo Roloy kolonga yechak qo'llaydi, razbor qo'llaydi. Menga o'xshab ha deb Roloy kolonga qilmaydigan insonlar bo'lsa agar chervaga metrga qo'yib olinglar, bu zatilni chiqarishdan oldin. Bo'lmasa mana bunaqangi Rol Oysha xolasinikiga qarab qoladi. Keyin qiynalib yurasizlar.